Hammaga assalomu alaykum. Bugun challenge ikkinchi kuni. Bu challenge'da 50 dona qilishga qaror qildim va 50 ta amallab qildim. Birinchi kuni 30 ta qilgandim. Challenge davom etadi. Challenge'ning maqsadi 100 ga yetirish, 100 dan keyin 500 yetirish, 500 dan keyin 1000 taga yetirib rekordni o'rnatish. Sizlardan podderishga like, komment, obuna, bizlardan harakat. Allohdan barakat. Hammaga rahmat. Amallab 40 ga yetirdim. 50 marta qilishim kerak. 40 dan keyin 50 gacha zo'rg'a amallab qildim. Qattiq ustimda bir tog' urganim bo'ldi. O'tgan safar 30 ta qilib olgandim, endi esa 52 ga yetirdim. Davom etamiz.